O'zbeklardan o'sib chiqqan bir qahramon, buyuk zotdir sarkardayu sohib qiron. Davrug'idan zir titragan butun jahon, Alloh nazar solgan mening Temur bobom. O'zbeklardan o'sib chiqqan bir qahramon, buyuk zotdir sarkardayu sohib qiron. Davrug'idan zir titragan butun jahon, Alloh nazar solgan mening Temur bobom. Bugun yurtimizda buyuk sohibqiron Amir Temur tavalludining 689 yilligiga bag'ishlangan tadbirlar tashkil etilmoqda. Shu jumladan Shahrisabz Temurbeklar maktabi Harbiy akademik litseyida ham Amir Temur hayoti va faoliyatiga bag'ishlab bir qator tadbirlar tashkil etildi. Shu jumladan temurshunos olimlarni taklif etgan holda Temur davlatida harbiy ish, Temur tuzuklari, muhim siyosiy va ma'naviy manba mavzusida o'quvchilar bilan ilmiy amaliy tadbir tashkil etildi. Bundan tashqari guruhlarda Amir Temur buyuk siyosiy arbob mavzusida ochiq darslar, Amir Temur tavallud topgan Xo'jalg'or qishlog'iga tashrif va Shahrisabz shahar madaniyat saroyida Amir Temur tavalludiga bag'ishlab katta tadbir tashkil etildi. Bu tadbirlarning tashkil etilishi o'quvchilarga buyuk saltanat asoschisi bobomiz Amir Temur hayoti va faoliyatini yaqindan o'rganishga keng imkoniyat yaratib, o'quvchilarda o'z yurtini sevish, undan faxrlanish, g'ururlanish tuyg'ularini shakllantiradi. Bugun 9-aprel buyuk ajdodimiz ilmni yuksaklarga ko'tarib, ilmli insonlarni o'ziga pir, yo'ldosh va eng yaqin do'sti deb hisoblagan. Umri mobaynida butun jahonda tinchlik, ilm, ma'rifat, yuksak madaniyat hamda markazlashgan davlat tuzish yo'lida jonini ham ayamagan sohibqiron Amir Temur tavalludining 689 yilligiga bag'ishlangan tadbirda ishtirok etdik. Biz Temurbeklarimiz bizning kunimizda tunimiz sohibqironga munosib avlod bo'lishimiz uchun xizmat qiladi. Biz shu maktabda o'qiyotganimizdan faxrlanib sizga shuni va'da beramizki, biz Temurbeklar O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilamiz.